Mana o'sha joyda odamlar mensimayapti. Obzorga mashina olsam o'zing qilma. Hojdodaga bor, hojdoda qilsalar deyapti. Yo'q, bolam. Ichiga o'tirishimizdan oldin tashqi ko'rinish haqida. Chiroyli qildi. Mana mono qoshni tepaga olgan. Labo'yi kattalashtirganda kapotni hajmini kamaytirgan. Kuchli aerodinamikaga ega bo'lgan bular bor-ku. Ha, yaxshiroq tortadi do'stmi? Yo'q, Shamolni yaxshi kesadi. Shamolni 40 shandaqa aerodinamikani orqasiga qaragan ancha pasaytiribdi. Boshdan kamchiligini aytaman-da. Qo'lingizdagi kalit. Ketdimi? Bu mashinaga siz hammadan ham yaxshiroq obzor ola olasiz deb o'ylayman. Sabab bu aynan Li7 avtomobilini elektromobil ekan. Salon bir xil, faqat tashqi ko'rinishiga o'zgartirishlar kiritishgan ekan. Eshigi keng o'xshamoqda. Eshigi uzunroq deysizmi? Eshigi uzunroq o'xshamoqda. Ha, pilisos bor. Pilisos mana bu. Mana bu. Qo'ymaslik uchun. Boshlanibdi. Hop, mana nima bu? Dinamik. To'g'ridan to'g'ri voditel bilan gaplashadigan dinamik. Mana obshivka o'zgargan, to'g'rimi? Mana bitta ham cho'nchaga ham boshqacha bo'lardi. Mana ko'rsanmi, mana. Mana bu narsa yana paydo bo'ldi. Mana bitta ham bor ekan, qarang. Yo'q, kamera bu. Bu fan salonni ko'rsatadigan kamera. Xo'p, sideniyada o'zgarish bormi? Sideniya menimcha shunaqa. Bir xilmi? Yo'q, o'tirganingizda siz joylash. Shunaqa. Kenglik bir xilmi? O'tirganingiz. Men buni ham sezdim, qarang, mana bitta bu yerda dumaloq qo'limda olib borsang nima? Qarang. Ikkita liqiga bitta bossangiz mana xiraro yonadi, yarkiro yonadi. Mana bu yana bitta yengillik. Akustikaga pishalkalar ham qo'shibdi. Hadovoy yumshoqlashgan dedi. Endi men bilmayman. Siz haqiqiy Li7 ni Lisangi shofyori sifatida farqi bor yo'q aytasiz-da endi. Keyin bu elektromobil, haqiqiy to'liq quvvatli elektromobil. Men bitta faqat elektr o'zini ko'rsatyapti. Polniy zaryadka bilan tushunishim bo'yicha bir 550 atrofida yurar ekan. Lekin o'tgan safar BYD minutku. Esladingizda, Siline 7. Undan qaraganda buni rasxoti ko'proq ekan. Bunda batareyasi sal ko'proq ekan. Men haydab bildim, mana 3-4 kun minib ko'rib aytayman, uni ham 3-4 kun mindim-u, yumshoq-a? Sizning mashinangizdan ham yumshoqmi? Hozirga yig'ildiraganda hammasini ko'raylik, qanaqa 209. Bu ko'p bu. Norma nechi? 204 bo'lish kerak, 2500 ovozi. Balonning havosi ko'pligiga hisoblaganda ham yumshoqligi yoqyapti-da, to'g'rimi? Sizning mashinangizdan yumshoqroqmi? Hozir menga shunaqa tuyulyapti, bilmadim, ko'ramiz. Xo'p, ot kuchi ko'proq sizning mashinangizdan. Aerodinamika, tuyularning tezligini olish kuchli. Aerodinamikani hisobiga, to'g'rimi? Men bir xil motor tursa ham aerodinamika bundan boshqa. Chunki Li7 ana traditsionniy SUV-da, to'rtburchak SUV, to'g'rimi? Eski ani Pradolarga o'xshagan-a? Pradodan men birinchi mingan mashina Moskvich mashinasi bo'lganda, juda joni qattiq mashina edi. Men Li'ni minganimda shunaqa mashina ekan dedim. Endi bu qanaqadir bir davr talabiga, zamon talablariga javob beradigan mashinaga o'xshayapti. Li7 ning orqasidagi sideniyada ham massaj bor-a? Bunda yo'q. Yana nima katta o'zgarish sezilsa-da. Sizni hozircha hamma Li minadigan odamlar ko'radi. Men bu haydaydigan bor-ku, men bu tipatiga qo'ygan edim. Buni mana qarab, men uzun qilib, bitta qilib butun qilib qo'ydim. Men vertikalni gorizontalni o'zgartiribdi. Qarab, bitta men uygacha, u Marilida ham, Bulida ham yoqmayotgan joyi bor. Shu narsani yechib kerak. Pavorotda chirog'ini yoqmadingda ushab qoladigan nima bo'ladi? Gitarani shilcho'gi bor, shilketda ushab qoladi. Bunda ushamayapti-da. Chalg'itib qo'yapti. Ushamayapti. Keyin bunda qilsang ishlab ketadi-da. Haligi qayeraman deb buni to'xtasang, qaytib o'chib qoladi. Orqadan kelayotgan mashina, to'g'ridan kelayotgan mashina, bularga qanaqadir bir anaqa xavf tug'dirib qo'yishi mumkin. Bu zamonaviy ko'rinishdir, lekin eski ko'rinishiga mashina juda yumshoq ekan. Yumshoq-a? Yumshoq ekan. Aytganicha bor ekanda. Qaranglar, adam Lisangi bir 3 oydan beri minyapsiz-a, Li7 ni. O'shani shofyori bo'lib turib, biz ham yangi olganmiz. Biz ham xuddi shu avtosalondan olganmiz. Ana undan keyin bu mashinani minib turib, o'zini xulosalarini aytibdilar. Demak, i6 o'sha blogerlar maqtaganchalik bor ekan, Li7 dan ham yumshoq ekan. Razgoni ham yaxshi. Razgoni yaxshi. Hozir oddiy anaqada, komfortda turibdi, adashmasam. O'sha standartniy rejim, komfortniy rejim. U shunaqa oladi, yaxshi. Yaxshi. Bosib turing. Ko'rdingizmi? Buni ham o'ziga qo'yibdi. Dvornikka o'zidan, mana shu shotkalarning o'zidan suv tushadi. Barakalla. Boplagan. Mana qaraganda, bu 2 yil oldin chiqargan mashinasini hozir bular o'zini o'zi raqobatga uchratib, o'zini sindirib tashlayaptimikan yo iste'molchilarni shunga moslashtirib nima qilyaptimikan bu? Oldin bitta yangilik chiqsa, biza o yengillikni olib o'zimiz mashinamizga qo'yardik-da, o'sha ishlardi. Endi hozir buni narsalarni qanaqa olib qo'yasan, buni qarab buni qilganda. Qilib bo'lmaydi, to'g'ri. Barakalla. Xitoyda yanvar oyida eng ko'p sotilingan avtomobil bo'libdi-da, mana shu mashina. Aynan shu model. Yo'q, nimaga degan savolga mana javob chiqyapti-da. Nimaga degan? Chunki mana men hozir har doim ana boshqa mashinalarda ham mana shu yo'ldan yurardim. Haligi upravlaymisini, tormozlarini, u yo'lda o'zini tutishini, hammasini
taxminan nima qiladi? Solishtiryapsiz. Ha, hozir solishtirganda mashina juda yumshoq mashina ekan. Bunda qanaqadir plen va podushkani keyingi bir pokoleniyasini qo'yganman. Mana sizning mashinangiz baland mashina. Siz yoshingizdan katta odamlar mana ko'chalarda ko'ramiz. Yosh katta soqolli amakilar ham haydab yuradi-da. Yuradi mashinadan agar podnoshkasi bo'lmasa tushib chiqishda qiyinchilik yo'qmi? O'zingizni mashinangizda baland. Tegi past ekan buni men e'tibor berdim. Buni texnika jihatidan ana tegidagi akkumulyator qismi sal teparoq ko'tarish kerak bo'ladi. Clearance baland bo'lgani yaxshimi elektromobilga? Yaxshi, baland bo'lgani qo'rqib yurasan-da, yana qiladi. Ha, ada qarang. Narx qanaqasiga kelsak, narx 55 mingga qimmat. Hal etmadimi narxi? Men bildim-da, internetdan ko'rdim-da. 55 mingga qimmat. Yo'q, mana qarang, razmer L7 bilan bir xil. Absolyutno salonni ichlari, 60 mingga oldim. Navrotlari bir xil. Siz 60 mingga oldingiz, lekin bu mashina narxi 50 mingdan boshlanadi, 57 minggacha, 55 mingligi ham bor, to'g'ri. Birinchi, ikkinchi, uchinchi pozitsiyalari bor, navrotiga qarab o'zgaradi. Men aytmoqchi bo'lganim, nimaga siz L7 ni 60 mingga olgansiz? Qimmat emasda, bu 55 mingga qimmat savol. 3 oyda eskiryapti. Ha, o'shanga. Ha, 55 mingni hozir tikirgan. Agar o'zbekcha fikrlaydigan bo'lsa, o'sha L7 ni ham qimmat demoqchisiz deydi. Endi hozir uni o'sha paytda normalniy narga pulga olingan edi. Endi mana bunaqasi tug'ildi-da. Hozir buni ham 3 oy minganingdan keyin hozir yeningizni chiqarib qo'yadi bular. Chiqadi-da, yana 55 ming. U tikilmoqgan pulni Xitoyliklarning siyosati zo'r. O'zbekni hamma pulini olaman deyapti. Hamma pulni, zato hamma pulni olyapti-da, to'g'ri. Olyapti. Hammasi nima ekan? Bilmasam nima ekan. Kalonka, palonka, bir bola. Yana ahamiyat berdingizmi tarpetgani kattaligiga? Tarpetga o'zi laboy 2 barobar katta. Mana siz tarpetkangiz ham chizuvgacha, to'g'rimi? Undan u yog'iga yana shuncha qo'shibdi-da. Men o'yladim, ada topdim. Mana bu nimaligini. Bu eski tarpetka, anaqani tarpetkasi. Sizning mashinangizni tarpetkasi-da. Men bu kalonkani spesialni qo'yib yuborgan. Bu yerda oldin hidab bo'lgan. O'shaqa o'ylab. Yo'q. Unaqa emas. Bo'ldi, ota, rahmat. Menimcha juda ham zo'r obzor bo'ldi. Li minadigan o'rtog'inglarga обязательно yuborib qo'yinglar. O'zbekistonda yangi Lisang avtomobili, xullas, mana ochuvchi boricha ko'rsatishga harakat qildik. Sedanga o'tishi boshlabdi. Bu sedan emas u? Yo'q, ko'rasan, ertaga ana bir og'aynim Li sedan chiqarmoqchi deyapsizmi? Ha, keladi o'shanga. Toyota'ni bitta mashinasini minib keldi-da. Crown, ha? Na sedan, na nima. Erpinning shunga tushadi bular. Lekin sedanga tushadi chunki постепенно. Mana bu потребительlarni olib bo'ldi. Keyin sal pastroqdagi потребительlarni olish kerak. Keyin ketib turadi. Bu Xitoyning siyosati. Hamma bozorda egallaydi. Hammasini egallaydi. Gap. Ota iqtisodchilar-da, men bilmasam, ota biladilar, xullas. Rahmat, aka, Alloh rozi bo'lsin.